Demak, turk alfabesi, ya'ni turk alifbosi. Alifboni o'tamiz. Albatta alifbodan boshlashimiz kerak. O'zbek tili alifbosiga o'xshash tomonlari ko'p, lekin farqli tomonlari ham bor. Demak, alifboni ko'rib chiqamiz. Demak, turk tilida 29 ta harf bor. 29 harf vardır. 29. Bunların 8'i unlu, 8 unlu, 21'i unsuzdur. Demek 20 bittasi undosh, 8 tasi unlu, ya'ni unli hisoblanadi. Unli hisoblanadi. 29 ta harf, 8 ta unli, 21 ta undosh. Demek unsuz degani undosh degani, unlu degani unli degani. Bizda 6 ta unli bo'lsa, demak turk tilida 8 ta unli bor. Alifbosini ko'rib turibsizlar ekranda. Turk alifbosi. Demak, mana 21 ta harfdan iborat bo'lib ko'rinib turibdi. Mana 1 A harfi, 2 B harfi, 3 C harfi, 4 Ç, 5 D, 6 E, F, G, yumshoq G, H. Demak, ko'ryapsizlar. Dastlab birinchi alifbodan ko'rishni boshlaymiz. A harfi. O'zbek tilidagi A harfiga o'xshash yozilishi ham A deyilaveradi. Demak, A harfi. Qalin unli. Keyingi harfimiz B harfi. B. Bebek. Bola. B harfi. Keyingi harfimiz C harfi. Bu mana shu turkiy, sof turkiy C harfi hisoblanadi. İngilizcha S. Bu turkiy tilda demak C deyiladi. C deyiladi. C deb o'qiymiz. C deb yoziladi. C. Jo'ja, ajoyib. Shundagi C harfi bu. Keyingisi Ç harfi. Demak C'ga o'rtasiga ilmo qo'yib qo'yilyapti. Bu bizning Ç'mizga to'g'ri keladi. Bizda Ç'mizga to'g'ri keladi. Bu bizda C'miz. Keyingi harfimiz D harfi. O'zimizda D harfimizga o'xshash. Misol uchun defter. Defter. Keyingi harfimiz E harfi. Oddiy E. O'zimizda E. Ekmek, non va hokazo. E harfi. Keyingi harfimiz F harfi. F. O'zimizda F. Fındık. F harfi. Keyingi harfimiz G harfi. Bu bizda G harfimizga o'xshaydi. O'zimizda G desak ham bo'laveradi. Misol uchun gemi, kema, gemi, kema. Endi mana bu harfimiz G dan keyingi harfimiz. Yumshoq G deyiladi. Yumshoq G. Talaffuzda hali batafsil kelamiz. Hozir jidcha alifboni o'tib bo'lgandan keyin yana batafsil tushuntirib beraman. Yumshoq G ni. Demak, yumshoq G harfimiz yo so'zda tushib qoladi talaffuz qilganimizda. Talaffuz qilganimizda tushib qoladi yoki Y deb o'qiladi. Demak, tushib qoladi yoki Y deb o'qiladi. Tushib qolishi mumkin yoki Y deb o'qilishi mumkin. Keyingi harfimiz H harfi. H. Yana bitta narsa, turk tilida qattiq H yo'q. Shu hammasi yumshoq H yoziladi. Bo'g'iz undosh H yoziladi. Bo'g'iz undoshi H yoziladi.
Demak, turk tilida qattiq h yo'q. Ha? H yo'q. O'rniga hamma yumshoq harf h. Xalq. Demak, xalq. Keyingi harfimiz I. Bu ruschadagi miyak nizak. Ruscha I harfi. I. Mana bu I harfi. Ruscha I harfi hisoblanadi. Talaffuz qilganimizda, yozuvda aks etadi. Talaffuz qilganimizda bilinar bilinmas bo'g'izga yaqinroq talaffuz qilamiz. I, ispanak, baliq, I. Endi bu I harfimiz esa bizda o'zimizda I harfimiz tor ulli deyiladi. Tilda oldida talaffuz qilasizlar. Tilda oldida talaffuz qilasizlar. Va aniq talaffuz qilinishi kerak. Aniq talaffuz qilinishi kerak. Misol uchun kitob, mana ki, i, kitob, ki yoki limon, limon aniq talaffuz qilinyapti. Bu demak farqli. Yozmada, ya'ni yozuv yozayotganimizda turk tilida I bilan i'ni har doim farqlaydi. I bilan i'ni har doim farqlash kerak. Misol uchun kitob deganingizda i yozinglar. Sinf deganda demak I yozilyapti. Sinf. Kitob. Keyingi harfimiz mana bu J harfi hisoblanadi. J harfi. Ruscha. J harfi. Mana. Biz o'zbek tilida bitta J yozamiz, lekin talaffuzda J deb o'qiymiz yoki bo'lmasam J deb o'qirdik. Lekin turklar uni ikkiga bo'lishgan. Mana birinchi J sof J harfi bo'lyapti. Keyingisi mana ikkinchi, ya'ni chetdan kelgan so'zlar uchun J qo'llayapti. J va mana J qo'llanishi. Xo'p, Japoniya mana J yoziladi. Jaguar J yoziladi. Nigeriya J yoziladi. Japon J yoziladi. Jean Reno J yoziladi. Chetdan kelgan so'zlar uchun J, ya'ni mana bu J yoziladi. J deb o'qiladi. O'zimizning sof turkiy so'zlar uchun J uchun mana bu yarim aylana simiz, ya'ni J deb o'qilishi aytiladi. Xo'p. Undan keyingi harfimiz K harfi. K harfi deb o'qilaveradi. K, kitob, K mana. Leylek, K. L harfi, o'zimizning L harfimiz. Lale, leylek. Keyingisi M harfi. M harfi ham o'zimizning M harfimiz. Maymun, M. Keyingi harf N. Nar, anor degan nar. N harf, o'zimizning N harf. Keyingi harfimiz O. O'zimizda O harfimizga o'xshaydi. 11 okul, okul emas, okul. Ha, okul maktab degani. Endi bu keyingi harfimiz Ö harfi. Ya'ni O'ni ikkita nuqtasi bor. Ikkita nuqtasi bor. O'ni bizda O'mizga o'xshab chizgicha qilib qo'ymaylar. Ikkita nuqta qo'yinglar. O'ning ustiga ikkita nuqta qo'yinglar. Demak Ö. Ö harfi. Ö. Ördek lab cho'chchayadi. Ö harfi. Ö deyiladi. Ö o'qiladi. Ördek. Ö mana. Keyingi harfimiz P harfi. P harfi oddiy P harfi. Kitob deganda P. Mana. Keyingisi R harfi. O'zimizda R harfimiz. Radio. Mana radio R yoziladi.
Keyingisi S harfi. S harfi. Xo'p. Saygı, sevgi, S harfi, oddiy S. Endi S ni o'rtasiga dum qo'yishimiz Sh harfini hosil qilishimiz uchun kerak ekan. Demak, bu Sh harfi. Sh harfi. Demak, J ni o'rtasiga dum qo'ysak Ch, S ni o'rtasiga dum qo'ysak Sh. Yozmada yozganimizda dastlab mana bunday, ya'ni o'zimizni Sh qilib yozib ketishimiz ko'p uchraydi. Keyinchalik yo'qolib ketadi. Lekin eslab qo'yinglar. Demak, Sh xuddi shu shaklda yoziladi. Shakir, shehir. Keyingisi T harfi. Tavuk. O'zimizni T harfimiz. Keyingisi U harfi. U, ha? Ya'ni U harfi. Oddiy U harfimiz. Oddiy U harfimiz. O'quldagi U, uchirtmadagi U. Keyingisi U harfi. U. Bu lab cho'chchayadi oldinga. U deb o'qiladi, cho'ziqroq. U-tu. U-tu. Dazmol. Yoki uzum. Yuzuk. U harfi ingichka bu. Demak, ingichka U harfi. U. Keyingi harfimiz V harfi. V harfi. Oddiy V harfimizga o'xshaydi. Vazo misol uchun. Keyingi harfimiz Y harfi. Y. Oddiy Y harfimiz Y deb o'qilaveradi. Y. Radio mana Y harfi bor. Keyingi harfimiz Z harfimiz. Zaytun. Z deb o'qilaveradi. Z yozilaveradi. Demak, turk tili alifbosi mana shulardan iborat. Ko'rib turganingizdek, ularda qattiq X yo'q va Q harfi ham nima qilmadik? Ko'rmadik. O, P, R. Q harfi yo'q ekan. Endi mana 21 ta undosh. 21 ta undosh. Unsuzlar degani undoshlar degani. Undoshlar. Undoshlar deyiladi. Undoshlar. Ullilar esa ullilar deyilyapti. Ullilar deyilyapti. Ullilar. Ullilar demak ikkiga bo'linadi. Ullilar eslab qo'yinglar, ikkiga bo'linadi. Qalin ullu, ha? Ince ulluga bo'linadi. Qalin ulli degani qalin ulli degani. Qalin ulli, ha? Qalin ulli, qalin ulli deyiladi tarjimasi. A, I, O, U. Demak, ullilarimiz ikkiga bo'linadi. Qalin va ince. İki guruhga bo'linadi. İki guruhga bo'linadi. Qalin ullilarimiz demak A harfi, I harfi, O harfi, U harfi. Ince. Ya'ni ingichka ulli deyiladi. Ingichka ulli deyiladi. Ingichka ullilarimiz E, I, Ö, U harflarimiz ingichka ullilar deyilar ekan. Demak, A, I, O, U harflarimiz qalin ulli. E, I, Ö, U ullilar esa ince ulli deyiladi. Buni yodlab olishimiz kerak. Qaysi ullilar qalin ullilar desa, tez yozib berishimiz kerak. Qaysi ullilar ince ullilar desak, tezda yozib berishimiz kerak. Demak, eslab qo'yinglar, qalin ullilar A, I, O, U, ince ullilar E, I, Ö, U ullilari ince ullilar. E'tibor beritgan bo'lsak, nuqtasi bor ullilar ince ullilar. E, I, O, U. Nuqtasi yo'q, qalin ullilar. Xo'p. Endi o'zbek tilida farqlarni ko'rib chiqamiz.
yozilish shaklini, misollar bilan farqlarini ko'rib chiqamiz. Hozir aytganimdek, sof turkiy so'zlarga J harfi ishlatiladi bular. Turkiy so'zlarga J harfi aytiladi. Turkiy harflarga J aytiladi. Mana J yoziladi. Demak, aylanasi. Aynalasimiz mana J deb o'qilyapti, yozilyapti. Xo'p. Harfiy shakli o'zbek tilida mana J deyilyapti. Yozuv shakli mana jami, o'qilish shakli bizdagi jami. Keyingi J farqlandi mana. Keyingisi Ch mana. Ch harfi. Chichek yozilishi mana. Qaranglar, o'rtasida nima qilinyapti? Dum qo'yib qo'yilyapti J ga. O'qilishi chichek, ya'ni gul degani. Yumshoq G. Yumshoq G ni qachon yumshoq G tushib qoladi? Demak, yumshoq G yozuvda aks etaveradi. Yozuvda aks etaveradi. Mana AB yozuvda aks etyapti. Lekin nima qilinadi? Talaffuzda tushib qoladi. Qachon tushib qoladi? Qalin ullilar orasida kelsa. Demak, qalin ullilar orasida kelsa, nima qilar ekan? Tushib qolar ekan yumshoq G. Mana misol uchun A B, A B. Yumshoq G ni talaffuz qilganimiz yo'q. Bu tushib qolyapti. Yonidagi A harfi esa cho'ziladi. A ullisi cho'ziladi. A B. Mana demak, o'qilishini ko'rib turibsizlar. A B shakli mana o'qilyapti. A harfi cho'zilyapti. Yumshoq G talaffuzda tushib qolyapti. Bizda G'imizga o'xshaydi. A B yumshoq G mana talaffuz qilinmayapti. Qachon talaffuz qilinmaydi? Qalin ullilar bilan birga kelsa. Qalin ullilar esa qaysilarida? A I mana demak A I O U. Ullilarimiz qalin ullilar. Mana demak qalin ullilar. A I O U. A I O U ullilar orasida yumshoq G kelsa, demak tushib qoladi. Yoki yumshoq G dan keyin undosh harf kelib qolsa. Yumshoq G dan keyin undosh harf kelib qolsa. Misol uchun o'renji. 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 O'renji mana. O'renjidagi yumshoq G nima qilinar ekan? Tushib qolar ekan. Ö harfi esa cho'ziqroq talaffuz qilinadi. O'renji. O'renji. Mana yonida nima kelyapti? Undosh kelyapti. Yonida undosh harf kelyapti. Undosh harf. Mana. Yo undosh harf bilan kelsa yonida yoki yonida qalin ullilar bilan kelsa, yumshoq G'miz nima qilmaydi ekan? Talaffuz qilinmaydi. A B yoki mana bu yerda o'renji. O'renji.
o'g'rinji, o'g'rinji emas. Yumshoqni tushirib olasizlar, o'ni cho'zasizlar. O'g'rinji. Endi qachon y deb o'qiladi yumshoqga? Yumshoq gimiz ingichka ulilar orasida kelsa, demak yumshoq gimiz y deb o'qiladi. Demak mana ince ulilar, ingichka ulilar. Ulilar ikkiga bo'linadi degandek. Qalin ulli va ince ulilar degandik. Demak mana ince ulilar orasida kelsa, pastdagi ulilar orasida kelsa, yumshoq g y deb o'qiladi. Yumshoqga nima y deb o'qiladi. Misol uchun mana beyenmek ikki tomonda ham yumshoq g ullisi bilan birga kelyapti. Beyenmek yumshoq g harfimiz ikkita ince ullilar orasiga kelyapti. Beyenmek yoqtirmoq. Xo'p, keyingi harfimiz bizda yo'q harf. Ruscha ispanak. Mana misol uchun nuqtasi yo'q, ispanak deyilyapti. Mana ispanak. O'qilishi, yozilishi ispanak. Harfi. Keyingisi aytganimdek j, ruscha j ga to'g'ri keladi. Chetdan kelgan so'zlar uchun shu j ni ishlataveramiz. Jeton yoki Japon va hokazo. Keyingisi mana s ga ilmoq qo'yib qo'ygan sh. Shemsiye. Demak soyabon. Demak ko'rib turganimizdek bu o'zbek tilidagi farqlar hisoblanadi. Bundan tashqari yana demak q harfi va qattiq x harfi turk tilida yo'q. Demak bu harflarimiz turk tilida yo'q. Yozmaymiz. Buning o'rniga yo yumshoq h yoziladi yoki k yoziladi. Turk tilida bunday harflar yo'qdir. Eslab qolamiz har doim va yozmaymiz. Xo'p. Endi talaffuzi va alifbo. Mana berib ketganmiz yana turk tili alifbosi talaffuzini a mana b hozir to'liq o'tib berdim. Mana j deb o'qiladi. Jo'jadagi j, ch mana ch harfimiz, d mana e, f, g, yumshoq g, turkcha talaffuzi va harflari. h, mana ruscha i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, sh, t, u cho'ziqroq va lappicha oldinga v, y, z harflardan iborat. Demak alifbo, turk tili alifbosi shundan tashkil topgan. Bizda hozir ko'proq o'rgatganimdek mana farqlarini ko'proq o'rganasizlar va undan keyin qalin injeliga e'tibor berasizlar ullini. Ullini qalin va injeligi biz uchun ahamiyatli, har doim ahamiyatli bo'lib keladi. Xo'p. Endi turk tilida tanishish, salomlashish va tilaklarni ko'rib chiqamiz. Shu tashlab qo'yilgan birinchi o'sha Yeni Istanbul kitobida o'tsanglar boshlang'ich ta'lim bor. Unda alifboni o'rgatadi. Undan keyin birinchi unitni o'tsalang, tanishish, salomlashish va
tilaklardan iborat bo'ladi. Tanishma demak tanishish, salomlashma degani salomlashish, dilaklar degani tilaklar degani. Merhaba yoki merhaba salom degani, günaydın, xayrli tong degani. Nasılsın? Va qandaysan? Qandaysan? Hol ahvolga nisbatan. İyiyim desa yaxshiman. Nerelisin desa qayerliksan? Hoşça kal, yaxshi qol. Guli guli demak xayr. Memnun oldum, xursand bo'ldim, teşekkür ederim, rahmat degan. Misol uchun sening adin ne? Ne so'roq olmoqchi. Sening adin ne? Sening isming nima? Nasılsın? Qandaysan? Nerelisin? Qayerliksan? Memnun oldum, xursand bo'ldim, hoşça kal, yaxshi qol. Bu so'zlar tanishishda ko'proq nima qilamiz? So'zlaymiz. Misol uchun nasılsın desa ya da sening adin ne desa, benim adım Ahmet. Sening adin ne desa, benim adım Mehmet. Nasılsın Ahmet? Çok iyiyim. Mehmet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Mehmet nerelisin? Ankaralıyım. Sen nerelisin? Ben İstanbulluyum. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Demek bu tanışış. Tanışış için qo'llanilgan so'zlarimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Benim adım Aymo savollarga javob beryapti. Rahmat, yaxshiman. Yaponiyalikman. Men ham xursand bo'ldim va xayr. Hoşça kal degan yaxshi qol. Unga javoban guli guli, görüşürüz, görüşmek üzere. Yoki hoşça kal deya nima qilishimiz mumkin ekan? Xayrlashishingiz mumkin ekan. Endi salomlashishni vaqtlarga nisbatan qo'yishi. Demak, merhaba, merhaba. Bu samimiy uslubda, ya'ni do'stingizga, yaqin qarindosh, aka-uka, singil, o'zingizga yaqin olgan insonlaringizga hammasiga merhaba yoki selam deyaverasiz. Günaydın. Bu xayrli tong degani. Erta saharda 7 da uyg'onganda yoki 6 da uyg'onganda insonlarga günaydın deysiz. Ya'ni xayrli tong deysiz. İyi günler. Demek xayrli kunlar. Endi obedga yaqin iyi günler desangiz bo'ladi. Hoş geldin, xush gelding. İyi akşamlar. Demek 7, 8 uxlashdan oldingi vaqtlar iyi akşam. Ya'ni xayrli kech. Hoşça kal, yaxshi qol. Endi iyi akşamlardan keyin uxlash vaqti iyi geceler bo'ladi. Xayrli tun, iyi geceler. Mana tanishish, dialoglar. Demak, dars tugagandan keyin yeni İstanbul kitobini ochib, otsalaring betlari berib ketilgan 9-10 dan boshlanadi. O'qima xuddi shular bor. Dialoglar bor. Olib, birma-bir tarjima qilib, translate'dan foydalansizlar, qo'shimcha. Shunday dialog tuzishga harakat qilinglar. Merhaba desa, merhaba. Merhaba, benim adım Ali. Sening adin ne degan. Mana tushuntiribsizlar. Salom, mening ismim Ali. Sening isming nima deyapti mana birinchi dialogda. Murat aytayapti, mening adim Murat. Mening ismim Murat. Xursand bo'ldim dedi Ali. Murat ham, men ham mamnun bo'ldim. Demak, bularni o'qib o'rganasizlar. Demak, tanishishni o'rganasizlar. Hammasini tarjima qilinglar. Xo'p, undan keyin mashqlar boshlanadi. Bunda birinchi mashqda A, B, J, Ch, D alifboni o'rgan. Alifboni qayta yozib chiqasizlar. Keyingi mashqlarda esa misol rasmni berib qo'ygan va pastda so'zlar berib ketgan. Aralash so'zlar bilan harflarni chalkashtirib yuborishgan. Shuni sizlar to'g'rilashlaring kerak. Misol uchun, birinchisi kalem. Shu harflardan kalem yasalar. Demak, kalem degani ruchka, qalam degani. Inglizda masa yasalyapti. M, A, S, masa mana yasalyapti. Inglizdan mana o'chirg'ich ekan, silga yasaladi. Qolganlarini ham nega bajarib ketaverasizlar. Va albatta bajarayotganda bu so'z nima ekan deb qiziqib
translate ga yozib ketinglar. Alohida translate daftar tutinglar. Misol uchun silgi. Bilmayapsizmi? Silgi qilib o'chirg'ich deb yozib qo'ying yoki rassomlar bo'lsa, yoniga rasm chizib qo'yinglar. Xotirada ancha saqlanib qoladi. Rasmli variant xotirada ancha saqlanib qoladi. So'zlik mana misol uchun va hokazo qolganlarni ham bajarib qo'yasizlar. Endi yana alifboni o'rgatyapti. Har bir harfiga bittadan misollar beryapti. Mana arkadash A harfiga va yoniga siz ham so'z yozing deyapti. Misol uchun arkadash. Birinchisiga mana anne deb qo'yganmiz. Baba. Yoniga siz yozishingiz mumkin. Bebek. Bebek. Mana B harfi. Qolganlariga ham bittadan misol nima qilasizlar, topasizlar. Va bu so'zlardagi tarjimasini bilmayapsizmi? Translate'dan foydalanib lug'atga yozib yodlashga harakat qilinglar. O'zi birinchi unit Yeni Istanbul A1 C1 lug'at kitobini tashlaganman. Shuni birinchi unitini yodlab tugatganlar bu so'zlar hammasi bor. Bemalol yozib ketaveradi. Misol uchun ceviz. Ceviz yong'oq degan. Mana yumshoq G harfini qaranglar. Ikkita qalin ulli orasida ketdi. Demak, o'z-o'zidan yumshoq G'ni talaffuz qilmaymiz, ani cho'zamiz. Ach. Ach. Demak, mana yumshoq G tushib qolyapti. Havuch degani sabzi degani. Havuch. Xo'p, hafta kunlari yodlab oylar. Hafta kunlari. Mana pazartesi dushanba, salı seshanba, chorshanba, chorshanba, pershanba, payshanba, juma, juma, jumartesi, shanba, pazar, yakshanba. Pazartesi, dushanba. Bozorda ertasi deyapti-da. Bizda salı. Salini yodlab qo'ysalaring bo'ldi. Seshanba degan. Qolganlar o'xshash biznikiga o'xshab. Mana chorshanba, chorshanba, pershanba, parshanba, juma, juma. Jumaning ertasi, jumartasi, shanba. Va mevsimlar. Mevsimlar degani fasllar degani. Fasllar. 4 ta fasl bor. İlk bahar, yaz, sonbahar, qish. Qish. İlk bahar degani bahor oyi, yaz yoz oyi, sonbahar kuz oyi, qish qish oyi. Demak, mart oyi, Nisan aprel oyi, mayis may oyi. Mart, Nisan, mayis. Mart, Nisan, mayis. Mart, aprel, may oyi. Oylarni yodlaylar. Chunki biznikidan farqlanadi. Mart o'xshash mumkin, lekin aprelni ko'rib turibsizlar, Nisan shakli yoziladi. Ingichka i. Mayis ham, may oyi ham o'xshaydi, lekin mana mayis shaklida yozilyapti. O'qilyapti. Yoz oyi. Haziran, iyunni, Temmuz, iyulni, Avgustos, avgust. Avgust o'xshaydi, lekin iyun bilan iyul o'xshamaydi. Yodlaysizlar. Sonbahar, kuz oyi. Eylul, sentyabr oyi. Ekim, oktyabr oyi. Kasım, noyabr oyi. Yodlanadi. Farqli umuman. Qish oyi, Aralık, dekabr, Ocak, yanvar, Şubat, fevral. Demak, bizda mart bilan mayis va avgustos o'xshash bo'lyapti. Qolgan barcha oylar farqlidir. Aralık, dekabr, Ocak. Ocakda ikkita ma'nosi bor. Ham o'choq ma'nosi bor, ham yanvar ma'nosi. Yanvar oyi. Yozuvda yoki tarjimada farqlaysizlar. Misol, Ocak oyida dedimmi, demak o'choq ma'nosida bo'lmaydi bu. Yanvar oyida bo'ladi. Ocak başında oturuyorum desa,
o'choq boshi bo'lyapti. Pech, o'choqni boshi. Va ranglar. Ranglarni ham yodlab qo'yinglar. Qirmizi, qizil yodlanishga majbursizlar. Konuşmada, ya'ni suhbatlashish imtihonida sizga qaysi rangni yaxshi ko'rasiz degan savol tushishi mumkin. Demak, qirmizi qizil, sari sariq, mavi moviy, orang, yeshil yashil, mor demak binafsha rang, turunchi apelsin rang, olov rang deyiladi. Pembe pushti, siyah qora, beyaz oq degani, kahverengi jigar rang, qahva rangi bo'ladi. Lajivert to'q ko'k, gri kulrang. Demak, ranglar. Endi keyingi unitda, demak, birinchi unitda C bo'limida sizlarga ko'rsatish olmoshi va kishilik olmoshini o'tamiz. Demak, kishilik olmoshlar kerak bo'ladi. Bu kishilik olmoshi bizni o'zimizni kishilik olmoshlariga o'xshash, faqat harflari o'zgarib ketadi. Misol uchun ben. Demak, ben bizdagi men birinchi shaxs birlikdagi kishilik olmoshi. Ben bu men. Sen, sen. O demak u. Biz, biz. Siz, siz. Onlar, onlar. Ya'ni ular. Ularga to'g'ri kelyapti. Demak, ben, sen, o, biz, siz, ular. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Demak, bularda kishilik olmoshlari hisoblanadi. Tuslaganda keyinchalik yana kerak bo'ladi. Ko'rsatish olmoshlari. Bu, shu, u. Bu, shu, o. Bu, shu, o. Bunlar, shunlar, onlar. Ne tovush ortyapti? Ko'pligi. Ko'pligi. Bunlar, shunlar, onlar. Ko'pligi. Bu, shu, u ko'rsatish olmoshi farqlanadi bir-biridan. Qanday qilib? Misol uchun, bu massa. Bu massa, ya'ni yaqinroqqa nisbatan aytiladi. Mana. Bu massa yaqin, yaqin, sizga yaqinroq bo'lsa, siz ko'rib turibsiz, yaqinroq narsa bu massa deysiz. Endi uzoqroq bo'lsa, ya'ni o'rta masofada. Uzoqroq, o'rta masofa bo'lsa, shu massa. Shu deb ko'rsatasiz. Shuni ishlatasiz. Endi o'ta uzoq bo'lsa, juda ham uzoqda joylashgan bo'lsa o'sha narsa, o deb aytasiz. O massa. Yaqinga bu, uzoqqa shu, juda ham uzoqqa o degan so'zni nima qilamiz? Qo'llaymiz. Va ne va kim so'roq olmoshlari neresi? Qayer degan demak so'roq olmoshlari bilan foydalanish. Mana. Ne jonsiz buyumlarga nisbatan narsalarga. Bu ne? Shu ne? O ne? Shaklida nima qilamiz? Foydalanamiz. Savol so'raysiz. Misol yaqinroq narsa bo'lsa, bu narsa nima demoqchi bo'lsangiz, bu ne deysiz. Endi o'rta uzoqroqda turgan bo'lsa, shu ne? Uzoqroqda turgan narsa o ne deb ishlatishingiz mumkin. Kim kishilarga ishlatiladi, shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Bu kim, shu kim, o kim. Masofaga nisbatan ishlataverasizlar. Mashqlarini bajarib ketaverasizlar. Yeni Istanbulda bor bu mashqlar ham. Misol uchun chanta, so'mka, so'mka mana 11-raqamda so'mka turibdi. 11-raqamda so'mka turibdi. Demak, mashqlarni bajaraverasizlar.
mashqlarni bajarib ketaverasizlar. Tushunmasalar keyin izohlarga yozsalar javob beramiz albatta kanalda izohlariga. Chantda mana 11-raqamda turibdi. Ikkinchisida mana elma. Shu yerda demak elma rasmini topasizlar. Mana 13 ekan. 13 qavsda yozib qo'yasizlar. Xuddi shunday bajarib ketaverasizlar. Mana narsalarga nisbatan ne so'rog'ini berasiz. Bu ne? Bu dolap. Shaxsga nisbatan. Bu kim? Bu o'rgatmen. O'qituvchi. O'rgatmen. Yumshoq g'ni tushirib olamiz. Talaffuz qilmaymiz. Nimaga? Chunki undosh bilan kelyapti. O'rgatmen. Ko'pchilik o'g'retmen, o'g'retmen deydi. Bu talaffuzda juda qo'pol xato. O'rgatmen. O cho'ziladi, retmen qo'shib qo'yasizlar. O'rgatmen shaklida. Xo'p, mana misollar berib ketilgan bu shu nelarga nisbatan mana rasm ko'rib turibsizlar. Uy bu. Demak bu ne deb so'roq olmoqchi berasizlar. Bu ev deb javob berasizlar. Bu kim? Bu qiz. Xuddi shunday davom etaverasizlar. Endi yana mashqlar berib ketilgan. Kim va nega? Kim shaxslarga kim? Mana bu jadvalda o'ng tomonga ko'chirasizlar. Bu kim? Polis. Polisachi. Ne bo'lsa kedi. Mushuk. Yoki qush. Nega to'g'ri keladi. Xo'p, ko'pchilik rus tilini bilsa, rus tilida jonivorlar, hayvonlar kimga kirib ketadi-da? Lekin turk tilida bizni o'zimizning o'zbek tiliga o'xshaydi. Hayvonlar, mushuk, it, qush va hokazo hayvonlar hammasi ne deb savol beramiz. Ne deb savol beramiz ularga. Keyingi grammatikamiz cho'g'il eki. Ya'ni ko'plik qo'shimchasi lar. Ko'plik qo'shimchasilar. Bizda misol uchun ko'plik hosil qiluvchi bizdagi larga o'xshaydi. Misol uchun kuchuk, bitta kuchuk. Endi kuchuklar desak, ko'p kuchuklarni tushunamiz. Yoki bo'lsam kitob. Qanaqa kitob? Bitta kitob yoki boshqa. Endi kitoblar, ko'p kitob. Ya'ni ko'plik qo'shimchasi lardi turk tilida qanday shaklda keladi? O'tamiz. Lar qo'shimchasi ikki xil shaklda keladi. Ikki xil shaklda keladi. Lar shaklda keladi yoki ler shaklda keladi. Ikkovi ham bizdagi larga to'g'ri keladi. Qachon lar keladi? Qachon ler keladi? Juda ham oson. Oxirgi bo'g'indagi harfga qaraysizlar. So'zdagi oxirgi bo'g'inga qaraysizlar. So'zdagi oxirgi bo'g'in, ya'ni oxirgi ulli qalin ullar bilan tugasa, lar qo'shasizlar. Mana a, i, o, u bilan tugasa, lar qo'shasizlar. Inje bilan tugasa, ya'ni ingichka ullar bilan tugasa, ler qo'shasizlar. Shuning uchun aytdim boshida. Bizga inje ullar qaysi, qalin ullar, ya'ni qalin ullar qaysiligini yoddan bilishimiz kerak edi. Mana a, i, o, u bo'lsa, lar qo'shib ketaveramiz ekan. E, i, o, u bo'lsa, ler qo'shib ketaveramiz ekan. Misol uchun kitob a bilan tugadi mana. Oxirgi bo'g'ini a. Qalin ekan. Demak, kitoblar. Qiz qalin bilan tugayapti. Qizlar. Kutu. Kutular. Televizion. Televizionlar qalin bilan tugayapti. Pencere ingichka bilan tugayapti. Pencereler. Kedi. Kediler. Koy. Koyler ince bilan tugayapti. Üzüm. Üzümler. Demak, ince bilan tugasa, demak, ler qo'shib ketaveramiz. Qalin bilan tugab qolsa, lar qo'shamiz. Ince bilan tugasa, ler qo'shamiz ekan.
Push. Olis. Take. Gidi. Ev. Obuz. Demak, larlarni qo'shib chiqamiz. Kanalga tashladim. Larlar. Bu so'zlarda ko'plik qo'shimchasini qo'shib chiqinglar. Izohlarga yozinglar. Qani kim qanchalik tushundi? Larlar qo'shib chiqamiz. Yozamiz. Tushunganlar yozamiz. Juda ham oson. Qalin ulli, ince ulli. Oxirgi bo'g'inga qaraymiz. Oxirgi bo'g'indagi ulli qalin bo'lsa lar qo'shing, ince bo'lsa ler qo'shing. Yaxshi. Zo'r. Hamma tushunyapti, yaxshi. Nastroykadan to'g'irlab olasiz. Alifboni nastroykadan turk tilini qo'shasiz. O'shanda chiqadi. Bo'lmasam programma o'rnatsangiz ham bo'ladi. Yaxshi. Bo'ldi. Demak, davom etamiz. Demak, larlarni tushunib oldik. Ko'plik qo'shimchasi. Ko'plik qo'shimchasini tushundik. Endi Yeni Istanbulda shu ko'plik qo'shimchasiga oid misollar bergan, ularni bajarasizlar. Endi eslatmalar bor. Eslatmalar. Ya'ni lar shakli kelmaydigan holatlar bor. Lar shakli ham, ler shakli ham. Lar shakli ham, ler shakli ham kelmaydigan holatlar bor. Qanaqa holatlar bular? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Hayla. Birinchi not eslatma. Birinchi not eslatma. Kattaroq qilib yaqinlashtiraman. Birinchi not eslatma. Mana ko'rib turibsizlar, ha? Saylarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Sonlar bilan, sanoq sonlar bilan qaysi 1 2 3 4 5 6 7 da ketadi yo'q. Va undan keyin ism kelsa, ism lar olmaydi ekan. Yoki bo'lmasam miqdorni bildirgan sifatlar bilan kelsa. Ko'p, juda oz, kam, bir qancha, bir nechta kabi so'zlar bilan kelgan ismlar ham lar olmaydi ekan. Misol uchun qarang, 3 çocuk. Mana daraja miqdor soni bildirib turibdi o'zi. Çocuk. Shu yerga lar qo'shib qo'ysangiz xato bo'ladi. 3 çocuk turadi. 3 çocuk. 5 çocuk. 10 çocuk. 1000 çocuk. 1000 ta bola. Bolalar demaymiz ekanda.
Çocuk turur ekan. Bundan keyin lar kelmaydi ekan. Yoki ikki kalem. Kalemler deb yozsangiz xato. Nimaga? Chunki undan oldingi ism son bilan kelyapti. 5 bardak. Bardaklarda bo'lmaydi. Az kishi sifatni bildiruvchi, ya'ni miqdorni bildiruvchi sifat kelyapti. Az kishi, ya'ni oz kishi, kam kishi. Ko'p inson, çok inson. Çok insonlar deb qo'ysangiz xato ekan. Çok inson bo'ldi. Birkaç öğrenci. Birçok öğrenci. Bunaqa daraja muxtor sifatlar bor yana. Demak, birkaç, birçok. Ulardan keyin lar, ler kelmaydi. Bu birinchi eslatma. Demak, lar, ler hech qachon kelmaydi. Ulardan keyin lar, ler kelmaydi. Qachon kelmaydi? Sonlar bilan kelgan ismlarda va miqdorni bildirgan sifatlar bilan kelgan ismlarda. Demak, ishlatilmaydi mana. Son va miqdorni bildiruvchi sifatlar bilan qo'llanganda otlarda ko'plik qo'shimchalar ishlatilmaydi. Ya'ni lar, ler kelmaydi. Bu birinchi eslatma edi. Endi ikkinchi not. Ikkinchi eslatma. Oxirgi bo'g'inida a, o, u harflar bilan ayrim xorijiy so'zlar ler qo'shimchasini oladi. Tushunyapsizlarmi? Oxirgi bo'g'inida a keldi, o keldi, u keldi. Uchovidan bittasi keldi. Biz nima qilardik? Qoida bo'yicha qalin keldimi, lar urib ketardik. Qalin keldimi, lar urib ketardi. Lekin bu istisnolar. Demak, ayrim xorijiy so'zlar bor, chet el so'zlari bor. Bulardan keyin ler qo'shiladi. Ler qo'shiladi. Bular qaysilar? Mana ba'zilarini berib o'tganmiz. Kitobda, Yeni Istanbulda bor. Mana soat oxirgi bo'g'indagi harf mana a bilan tugayapti. Soat ler. Hayal ler. Harfler. Oxirgi bo'g'in a tugayapti. Harflar bo'lishi kerak. Yo'q. Istisno. Harfler bu. Sayohatler. Roller. Alkoller. Semboller. Goller. Meshgullar. Petroller. Kalpler. Ideallar. Bunaqa so'zlar juda ham ko'p. Ba'zilarini hozir kanalga tashlayman. So'zlarni ko'rasizlar. Chetdan kelgan so'zlarda e'tibor berayotgan bo'lsalaring, ll bilan tugagan so'zlarga mana ler shaklida, ingichka shaklda qo'shilyapti ko'pincha. Roller, alkoller, petroller, ideallar, goller, semboller. El shaklida tugasa, demak o'z-o'zidan ler qo'shyapti. Demak mana yana tashlab qo'ydim istisnolarni. Istisno shakl. Ularda ham demak har doim nima qilar ekan? Ler shaklida keladi. Taller mana, festivaller, ampuller, generaller, sinyaller, paneller, kritikler, metaller, kolesteroller, stiller, servisler, detay bundan mustasno ekan, detaylar shaklida ekan. Aktueller, sinyal mana, sinyaller, qalin bilan tugayapti, spiral, qalin bilan tugayapti, spiraller, kanal,
kanallar. Bu mustasno ekan. Teatro mustasno ekan bu ham. Teatrolar shaklida qo'shamiz ekan. Teatrolar. Morallar, signallar, finallar, mana protokollar, modellar. Istisno so'zlar demak shulardan iborat. Demak, bularni ham ko'rib qo'yasizlar. Demak, oxirgi bo'g'ini a, u, o tugagan ba'zi chet el so'zlariga lar shakli emas, balki ler shaklida ko'plik qo'shimchasi qo'shilar ekan. Mana 12 ta bunda berilgan bo'lsa, bundan tashqari yana kanalga tashlab qo'ydim. Ba'zilarini ko'rib olishlaring mumkin. Mana misollar berib ketilgan. Shularni bajarasizlar. Larlarni qanchalik o'rganganlaringni mustahkamlash uchun mashqlar. Yeni Istanbul kitobida bor. Endi so'roq qo'shimchasini o'rganamiz. So'ra 2. So'roq qo'shimchasi. Bizdagi mi yuklamasi. Misol uchun bu kitobmi deymiz, ha? Shu mi so'roq shaklini o'rganamiz. Yoki bu insonmi? Bu insonmi? Kitobmi, ruchkami, qalammi, daftarmi, kuchukmi? Insonmi? Anvarmi? Mehmetmi? Nima bularni o'rganamiz. Demak, mi so'ra 2 ni o'rganamiz. Mi so'ra 2. Mi so'ra 2 bilan savol bersangiz, ha, shunaqa? Yo'q, unaqa emas deb javob beramiz. Misol uchun, bu kitobmi desak, evet, kitob. Yoda hayır, kitob değil, emas shaklida beramiz. M shakli, M so'ra 2 to'rtlik sxemada qo'shiladi. To'rtlik sxemada. Bunda ham oxirgi so'zni oxirgi bo'g'iniga qaraysizlar. So'zni oxirgi bo'g'ini a va e bilan tugasa, m shaklini olasizlar. So'ruv shaklini m shaklini olasizlar. So'zni oxirgi bo'g'inda i tugadimi, mi shaklini olasizlar. So'zni oxirgi bo'g'inida u tugadimi, mu shaklida olasizlar. So'zni oxirgi bo'g'inda u tugadimi, mu shaklini olasizlar. Demak, 4 xil shaklda qo'shilar ekan. M, mi, mu shaklida qo'shilar ekan. Qachon m oxirgi bo'g'ini a, i harflari bilan tugagan so'zlarga. Qachon mi oxirgi bo'g'indagi harf ulli i tugasa. Qachon mu oxirgi bo'g'inda ishtirok etgan ulli o va u bilan bo'lsa. Mu. Qachon mu shakli oxirgi bo'g'inda ishtirok etgan ulli o va u bilan kelsa, mu shaklida bo'ladi. Mana misol uchun qaranglar. Dolap. Bu dolap. Mana oxirgi bo'g'indagi harf ulli a bilan tugayapti. Dolap. A tugadi mana. Dolap m. M, ya'ni mi so'roq shakli o'zbek tilida qo'shib yoziladi. Turk tilida ajratib yoziladi. Demak, har doim ajratib yozinglar turk tilida. Dolap m ajratib yozilyapti. Nega m? A bilan tugaganligi uchun bo'g'indagi oxirgi ulli. Javob berish. Evet, dolap. Agar shikaf bo'lmaganda hayır, virgul, dolap değil deb javob berardik. Yoki masa. A bilan tugadimi? M so'roq shaklida beraveramiz. Bu stolmi? Bu masami? Hayır. Masa değil, koltuk. Yo'q, bu stol emas. Nima? Kreslo deb javob beryapti. Yoki bunlar ko'pakmi? Bular kuchukmi?
Itmi? Evet, köpek. Ingichka e harfi bilan tugayapti oxirgi bog'ini. Shuning uchun mi olyapmiz. Ingichka misni olyapmiz. Demak, to'rtlik sxemada qo'shiladi. Mi so'ruv shakli. Misol uchun bu misollar bergan, misollarni ham bajarib ko'rasizlar. Bajarasizlar, bajarsalaring ancha mustahkamlanadi. Bu o'rinchi mi. Nega mi oldim? Chunki oxirgi bo'g'indagi unli harf i bilan tugadi. Mana i bilan tugadi. Jadvalni ko'rib turibsizlar. i tugasa mi shaklini olishim kerak. Mana bunda ham mi shaklini mana olib so'roq qo'yib qo'ydim. Javob berish. Ha, o'rinchi. Hayır, o'rinchi değil. Değil. Emas degani. Yoki bo'lmasam, bunlar yuzuk. Ö bilan tugasa qaysi shakl edi? Mu shakli edi. Demak, yuzuk mu. Evet, yuzuk. Hayır, yuzuk değil. Qolganlarini ham bajarib qo'yasizlar. Yondagi mashq savol berishni o'rganasizlar. Misol uchun, ha, bu stol deyapti. Siz qanaqa javob savol berasiz? Bu stolmi deb savol berasiz. Bu sandalye oxirgi bo'g'indagi harfli e bilan tugadi. I bilan tugasa mi shaklini olaman. Demak, bu sandalye mi. Evet, bu sandalye. Köpekka savol berasizlar. Köpek mi? So'zlik mu? Va hokazo shaklda savol berasizlar. Endi joyga nisbatan burasi, shurasi, orasi deb ko'rsatish olmoshni ishlatamiz. Bu ham ko'rsatish olmoshi. Burasi degani bu yer degani. Shurasi degani shu yer degani. Orasi degani u yer degani. Neresi degani qayer olmoshi. Qayer. Burasi neresi? Bu yer qayer. Yaqin masofaga. Shurasi neresi? Shu yer qayer. Uzoq masofaga. Orasi neresi? U yer qayer? O'ta uzoq masofaga nisbatan ishlataverasizlar. Burasi neresi desam, misol, burasi oda. Burasi bu yer xona. Burasi neresi? Burasi ev. Shurasi neresi? Shurasi bog'cha. Orasi neresi? Orasi sokak. Burası Ankara mı? Qalin bilan tugayapti. M so'ruv 2. Evet, burası Ankara. Hayır, burası Ankara değil. İstanbul. Şurası İzmir mi? Evet, İzmir. Hayır, İzmir değil. Bursa. Cevap berish shakli. Demak, birinchi unitda asosan shu grammatikalardan iborat bo'ladi. Ya'ni alifbo, ko'plik qo'shimchasi va mi so'ruv 2 va ko'rsatish olmoshlari grammatika shaklida berib ketilgan. Demak, birinchi unit to'liq tugadi. Yeni Istanbul birinchi unitdagi barcha mashqlarni, o'qimani, dillamani bajarib ketaverasizlar endi. Bemalol bajaraverasizlar. Demak, dillamasini qayerdan topasizlar? Dillamasiga hozir link tashlayman. Shu linkdan kirib bemalol foydalanishlaring mumkin. Kanalim bor, Yeni Istanbul kanali. Kanalda post shaklida tayyorlab qo'yganman. Bemalol ustiga bossangiz chiqib keladi. Dillamasi. Video shaklida dillama qilingan. Demak, mana keldi. A1 boshlang'ichga dillamasini ustiga bossalaring, Yeni Istanbulni boshidagi dillamalar chiqadi. Endi A1 dillamalarni ustiga bossalaring,
A1 kitobidagi birinchi unitdagi dilemmalar 1, 2, 3 shaklda berib ketilgan. Endi videolari deb qo'ygan. A1 videolari kerak bo'lsa, A1 videoning ustiga bostirlang. A1 videolariga boradi. Demak, bemalol foydalanaveramiz. Tushunmagan savol va boshqalar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz erinmasdan javob beramiz. Demak, uyga vazifa bo'lyapti. Yeni Istanbul lug'atidan A1 birinchi unitni to'liq yodlaysizlar. Birinchi unit to'liq yodlanish kerak. Birinchi unitni har bir mashqlari bajarilishi kerak. O'qima, dilema, yozma hammasi. Grammatika. Dilemalarni ham bajaringlar. Javoblarini yopiq kanalga joylayman. Bemalol tekshirib olishlaring mumkin bo'ladi. Video darsni ham yopiq kanalga joylab qo'yaman. Demak, bugungi darsimiz tugadi. Birinchi unit tugadi. Keyingi darsimiz seshanba kuni bo'ladi. 21:00 da. Seshanba kungacha A1 uniti birinchi unit to'liq yodlanish kerak. Vazifalar to'liq bajarilishi kerak va videoni yana qayta ko'rib olinglar. Demak, darsimiz tugadi.